أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده سبحانه نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا Allah subhanahu wa ta'alaga maqtovlar, hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat salomlar bo'lsin. Ihsonga chaqiriqqa kelgan hurmatli oqsoqollar, imom jamoatlar, el yurt, mahalla, köy, qavm qarindosh. Alloh taolo har bir kelgan insonning qadamiga savob hasanatlar yozsin. Uydagi bizga shunday chiroyli dasturxon, shirin taom, issiq choy, noz ne'matlarni qo'yib dasturxon solib bizni shu yerga chaqiribdi. Alloh ihsonlarni qabul qilsin. Haqiqaga sababchi bo'layotgan farzandlarda ham Alloh umriga, rizqiga barakotlar bersin. Ulug' kun, Sayyidul ayyom, mo'min musulmonlarni xursand bo'ladigan, tayyorlanib, ibodatga shaylanib, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir qancha hadislarda jumani ulug'ligi, fazilatligi haqida aytgan hadislarini shu kunda o'zida turibmiz ekan, shularning ba'zilarini jamoatga eslatishga harakat qilamiz. Ana hadisda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kunlarda eng afzal juma kuni dedilar. Fihi xuliqa Adam. Juma kunida Odam alayhissalomni Alloh yaratdi. Juma kunida Alloh taolo u kishini jannatga kirgizadi degan hadisda aytdilar. Va Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam juma kuni bo'ladigan bo'lsa, fa aksiru alayya min salatikum. Menga ko'p salovat aytinglar juma kunida. Fa innahu man salla alayya salatan sallallohu biha ashran. Qaysi meni ummatim menga bir salovat aytadigan bo'lsa, o'sha kishiga Alloh taolo 10 ta salovat aytadi, 10 ta duo qiladi degan ma'noda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadis tushirdi. Ikkinchi, hurmatli jamoat, jumani xatarli bir taraflari nima desa, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda qaysi bir odam uzursiz, sababsiz 3 marta jumaga bormaydigan bo'lsa, Alloh taolo shu odamni qalbiga muhr bosib qo'yadi dedi. Qalbiga muhr bosilgan odam qanday bo'ladi desa, qalbiga muhr bosilgan odam Qur'on eshitsa ham tushunmaydi, qabul qilmaydi, ta'sir qilmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan hadis eshitadigan bo'lsa ham ta'sir qilmaydi ekan. Ba'zi bir shunday odamlar bo'ladi. Allohning kalomini aytyapmiz, payg'ambarimiz bir muborak, mutahhar bo'lgan sunnatlarni aytyapmiz desa, haligi qulog'ini yonboshdan o'tib ketib qolaveradi. Yuragiga yetib bormaydi-da. Shularning sababi nima desa, ba'zi bir odamlarning sabablari, ba'zi sabablar bo'lsa, shu sabablarni biri qalbga muhr bosilib qolishi ekan. Qalbni to'silib qolishi. Mana bir odamlar bor, kishnakaylar sababdan jumaga bormay qo'yadi. Ha, nima bormadi jumaga desa, ishim chiqib qoldi, onday bo'lib qoldi, onday bo'lib qoldi deydi. Juma kuni hurmatli jamoat, ertalabdagi bomdodni boshqa kunlardagi bomdoddan farqi bor degan ekan ulamolarimiz. O'zi bomdod namozi boshqa 4 ta namozdan farqi bo'ladi. Musulmonga oson va yengil, munofiqqa juda ham og'ir bo'lgani bomdod namozi dedi hadisda. Ana endi jamoatda o'qilsa-chi desa, jamoatda o'qilgan bomdod 27 daraja bo'ladi-da, Alloh taolo shu odamni o'zining himoyasiga oladi, hifzi himoyasiga oladi dedi hadisda. Man salla al-fajra fa huwa fi zimmatillahi. Qaysi odam bomdod namozini o'qiy turgan bo'lsa, boshqa bir nimada rivoyatda jamoat bilan o'qiy turgan bo'lsa, fa huwa fi zimmatillah, Allohning himoyasida dedi. Xudoning himoyasiga o'tamiz ekanda. So'ngra ulamolarimiz aytadi, shu bomdod namozi ayni juma kundagi bomdod namozi boshqa bomdodlardan farq qiladi deydi. Bizi insoniyatchiligimiz, hurmatli jamoat, mana insonligi, bu kiyimiman, mansabiman, puliman, boyligiman, ilmiman emas, qilayotgan amalman bo'lib qoladi. Shu amali nima desa, bomdodda Alloh taolo farz qildimi, shuni o'qish kerak ekan. Peshinda, asrda, shomda, xufton namozini o'qisa, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadis qudsiyda menga eng yaqin bandam, Alloh taolo aytdi, hadis qudsiy degani Alloh aytdi degani. Menga eng yaqin bandam, farz namozini bajargan bandam menga eng yaqin bandam dedi. Ana endi juma kunini qanday alomatlari, fazilatlari bor desa, buyruq hadislar bor, qaytariq hadislar bor, targ'ib hadislar bor, qo'rqituv hadislar bor. Boya Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sizlarga qo'rqituv hadisini aytib berdim.
O qanday desa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaysi odam sababsiz juma namoziga 3 marta bormasa, qalbiga muhr bosiladi dedi. Targ'ib hadis nima desa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaysi odam jumaga birinchi bo'lib borsa, tuya so'yganday savob qilib, ehson qilgan savobini oladi dedilar. Qaysi odam keyinroq borsa, buqa so'yganday bo'ladi dedilar. Qaysi odam undan keyin borsa, qo'y so'yganday bo'ladi. Mana biz hozir aqiqada o'tiribmiz hammamiz kelib. Bu yerda bir qo'y so'yildimi, buqa so'yildimi xabarimiz yo'q. Bir narsa so'yilib oshab keldi bizga. Shuncha odamni qancha yilda bir chaqirib bizni to'y qilib beryapti. Shuni har juma savobini olsak bo'lar ekan. Qanday qilib desa, kim juma namoziga erta borsa deyapti. Ana masjidda imomlar biladi, jamoat imomga qarab turadi, imom jamoatga qarab turadi-da. Doim juma namozini erta kelib o'qiydigan odamlar bo'ladi. Doim juma namoziga o'rtada kelib o'qiydigan odamlar bo'ladi. Doim juma namozini patin kechadigan yerda o'qib ketadigan odamlar bo'ladi. Chunki o'rganib qolgan. Odamlarni kalachini, tapchikasini, sapog'ini orasida o'qib o'rgangan odamlar bo'ladi. U e'tibor ham bermaydi. Bu oxirgi odamlar. U nima desa, bir kishi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam majlisda o'tib o'tirgan ekan, eshikni ochib kirdi, to'g'ri Payg'ambarimiz yana kelib o'tirdi. Ikkinchisi masjidning oxiriga kelib o'tirdi. Uchinchisi masjiddan teskari qarab chiqib, tashqariga qarab ketdi. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu Allohga yuzlanib yaqinlashuvdi, Xudo bunga yaqinlashdi dedi. Ikkinchisi uyaluvdi, Xudo undan ham uyaldi dedi. Hayo qil dedi. Uchinchisi yuz o'giruvdi, Alloh undan yuz o'girdi dedi. Jumani birinchi safi, bomdod bilan xutonni birinchi safi, jamoatning birinchi safi, ilm majlisi birinchi safi maqtalgan hurmatli jamoat. Shuning uchun Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim juma kunida erta borsa deyapti. Ehson qilgan kabidir, tuya, buqa, qo'y, tovuq so'yib, hatto tuxum berib ehson qilganday degan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisi bor ekan. Ikkinchisi, juma kunida hurmatli jamoat shirin atirlarimizni sepib olamiz ekan. Xushbo'ylanishlik, badbo'ylanishlik emas, xushbo'ylanishlik. Musulmonchilik 1400 yildan oshdi. Asli tarixda hammasi musulmonchilik, lekin payg'ambarimiz kelganiga shuncha bo'ldi. Ana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha davrdan beri atir sepishlikka, chiroyli kiyimlarni kiyishlikka buyurgan ekan. Bu Yevropadagi boshqadagilar endi 100 yil burun o'ziga kelgan bo'lsa, biz 1,5 yildan beri shu sunnat ekan bizda. Chiroyli kiyimlarni kiyishlik, toza kiyimlarni kiyishlik, shirin atirlarni sepishlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juma kuni bo'lsa, eng chiroyli kiyimni kiyib olinglar dedi. Juma kuni bo'ladigan bo'lsa, g'usul qilinglar dedi. Bir marta g'usul qilib, badanni boshdan oyoq suv yetkazib, chiroyli g'usul qilib, chiroyli kiyimni kiyib va chiroyli xushbo'y atirlarni sepib, ertaroq masjidga boramiz ekan. Ana bir hadisda keladi, bular hammasi jamlanib, shu inson deydi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam piyoda boradigan bo'lsa, mana mashina bizga balo bo'ldi ko'pchilikka. Shug'ullanmay qo'ydik, yo dehqonchilik yo'q, sizlar yoqda paxta ekib turib ko'pchilik. Yaqin yerga mashinada boramiz u. Shu salomatchiligimizga ham ancha nima deydi, sabab bo'lib qoldi-da. Piyoda borsa, vasha va lam yarkab dedi. Piyoda yurib borsa, minmasdan borsa, va lam yarkab degan mashinamidi, uni oti bormidi, velosapi bormidi, piyoda yursa, boyaga aytilgan toza kiyim, toza badan, shirin atir, piyoda yur, imomning yoniga o'tiradigan bo'lsa va jim o'tirsa dedi. Indamay o'tirsa. Bizda ham hali jumada gaplashib o'tiradi. Domla ham masala qilaveradi. Bular ham gapiradi. Hay desa, domla masala qilishni bilmaydi deydi. Domla masala qilishni bilish bilmasligida so'z yo'q, lekin siz juma masalani eshitib turishligingiz shartda, vojib bo'lib qoladi-da. Domla masala qilishni bilmaydi, masjid ichida u g'iybat qilyapti domlar. Buni hukmi nima bo'ladi shunda? Jim o'tirish kerak. Masjidga jumaga borgan odam qaysidir joyga chaqirsa jim o'tiribmiz u indamasdan. Boshqa yerda tili chiqmay qolgan odamlar masjidga chiqib qoladi-da ba'zi payt, hayron qolasan. Jim o'tirib, gapiring desa ham jim o'tirib qoladigan yerda jim o'tirib qolyapti odamlar. Ana jim o'tirsa, shuni hamma shartlari topildimi? Topilgandan keyin so'ngra u jim o'tirish yana qanday desa, she'riga tosh o'ynab tursa yo gapirib tursa, "Tek o'tiring" deyishga, "Men hozir to'xtab turinglar" deyapman bu yerda. U yerda jumada tek o'tir degan odamda ham savob ketib qoladi ekan. Jim o'tirdi, tugadi deb, shu bilan juma namozi o'qildi. Endi nima bo'ladi desa, 20 qadam bosib kelgan bo'lsa, 20 qadamda har birini bittasiga 1 yildan tahajjud namozi,
bir yildan ro'za yozilar ekan. Bi kulli xutvatin masha, har bir bosgan qadamiga siyami sanatin va qiyamiha dedi. 100 qadam bosib kelsangiz, hurmatli jamoat, 100 yillik savob beradigan Alloh taolo. Usul qilasiz. Bu islom dinidagi eng ko'p savob va'da qilingan hadis shu hisoblanadi. Biz islom dinimizda sahih hadislar ichida eng ko'p savob va'da qilingan hadis mana shu hadis. Demak, boyaga aytilgan narsalar bajaramizda, keyin masjidga borib imomning masalasini, Makkaga borsam bittasi masala eshitmay gaplashib o'tiribdi ikkitasi. Keyin namozdan keyin ko'rishib qolib, telefon o'ynab o'tirdinglar boya, masala eshitmadinglar desam, "Ha bu arabcha gapiryapti, biz tushunmaymiz" deydi. Ha Germaniyaga borsang germancha gapiradi, Turkiyaga borsang turkcha gapiradi. Masalan, tushunish shart emas. Masalan, siz tushunmasangiz gaplashib o'tirish shart emas. Sal tushunmay qolsangiz sheriman gaplashish ham shart emas. Jumani sharti jim o'tirish kerak. Tushunadimi, tushunmaydimi? Ibodatda u ham. Imom zaif masala qilammi, qilmaydimi, boshqa tilda qilammi, qilmaydimi? Siz jim o'tirishingiz kerak. Ana o'shandagina savobi to'liq bo'ladi. O'shaning uchun biz jamoatga aytamiz, hurmatli jamoat, qaysidir joylarda jumaga borish orzu bo'lyapti, niyat bo'lyapti. Qaysidir odamlar doktorxonada yoki boshqa joylarda jumaga borishda orzu niyat qilib turibdi. Sizdan meni qo'l oyog'imiz, ko'z quloqimiz ishlab turibdi. Ozgina erta harakat qilib shu jumaga borsak, Alloh subhanahu va taolo sizdan menga ko'p o'zining savoblarini, mukofotlarini, ertaga savob, mukofot kerak bo'lgan paytda Alloh taolo o'zi beradi. Ana endi juma oylarimiz ham bor ekan. Haftada bir marta jumani o'qib qo'yadi-da, chorshanba o'qimaydi, payshanba o'qimaydi, shanba ham o'qimaydi, juma kuni asr ham o'qimaydi, juma kuni bomdod peshin o'qimaydi. Faqat juma o'qiydigan odamlar bor. Hurmatli jamoat, namozni Alloh taolo 5 mahal farz qilmadi, 50 mahal farz qildi. Birinchi namoz farz bo'lganda 50 mahal bo'lgan. So'ngra Jabroil alayhissalom, boyagi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytib tushadi. Musa alayhissalomga uchraganda, "Yo'q, 50 mahalni ko'tara olmaydi, ozaytiring" deb 5 mahal bo'ldi. Shu 5 mahal bo'lgan namozni Alloh taolo meni huzurimda so'zim o'zgarmaydi, 50 mahal deb savobini yozaman dedi. 5 mahal o'qiyotgan odam 50 mahal savob yozilyapti. Va 5 mahalni qoldirayotgan odamchi deydi ulamolarimiz. 5 mahalni o'qimayotgan odamchi. Alloh taolo ikkita jins yaratgan. Erkak, ayol. Shularni bittasiga uzr berdi, bittasiga uzr bermadi. Ayol kishilar hayz bo'lib qolsa, nifos bo'lib qolsa, namozini to'xtatadi. Erkak kishilar bunaqa narsa yo'q-da. Erkak kishilar doim namozni o'qiydi. Orib qolsa nima qiladi desa, o'tirib o'qib oladi. O'tirib o'qiyolmasa nima qiladi desa, yotib olib o'qib oladi. Yotib olib o'qiyolmay qanday qiladi desa, ishora qilib o'qib turaveradi ekan. Erkak kishiga namozga uzr yo'q, hurmatli jamoat. Shuni bilib olaylik. Erkak kishiga benamozlikka uzr yo'q. Endi hozir benamoz odamimiz ham salomatchilik yaxshi bo'lib yuraveradi. Pullarini harakat qilsa topib yuraveradi-da, boshqa odamlar shunday, "Mana moyab yuribdi-yu, yashayapti-yu" desa, hamma yashayveradi. Musulmon emas ham yashayveradi. Jonzotlar ham yashayveradi. Qushlar ham yashayveradi. Alloh taolo hammaga umrni beraveradi. Boshqalarni ham hisob kitob qiladi. Shu qatori sizni ham, meni ham Alloh taolo hisob kitob qiladi. Va hisob kitob qanday bo'ladi desa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda avval ma yuhasabu al-abdu bihi yawmal qiyamati as-salah. Qiyomat kunida birinchi bo'lib siz namozdan so'ralasiz dedi. Fa inna jaminha, kimki namozdan najot topsa, yuzi yorug' bo'ladi dedi. Kimki namozdan najot topmaydigan bo'lsa, boshqa ibodatlardan so'ralmaydi. Shu namozdan o'tsa o'tdi, bo'lmasa yiqiladi imtihondan degan ma'noda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis aytdilar. O'shaning uchun biz jamoatga bir eslatib aytamiz, hurmatli jamoat, namozni, 5 mahal namozimizni, juma namozlarimizga mahkam bo'laylik. Alhamdulillah, elda yurtda masjidlar ko'p, imomlar ko'p, bilmasangiz, jamoatlar bor, uzoq emas, hamma yo'q yaxshi. Faqatgina shu siz bilan meni chiroyli tahorat, chiroyli ibodat qilishligimiz qoldi, xolos. Alloh taolo adashtirmasin. Hammamizga ham Alloh taolo to'g'ri yo'l, tavfiq, hidoyatni o'zi bersin. Subhan robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. Alhamdulillahi robbil alamin va hadina wa waffiqna ila al-haqq wa ila tariqin mustaqim. ربنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. Edirgan, içirgan, to'ydirgan mo'min musulmonlar safidan qilib yaratgan Alloh taolaga hamd va sanolar bo'lsin. Dasturxon solib bizni mehmon qildi, uy egasini Alloh taolo jannatda mehmon qilsin. Suv berdi, choy berdi, bizni sug'ardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'ldan havz kavsar ichishni Alloh taolo nasib qilsin.
أكل طعامكم الأبرار افطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة جزاكم الله خيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين.